Astana yo'nalishimiz bo'yicha davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz o'z faoliyatini amalga oshirmoqda. Hozir ham ko'rishingiz mumkin. Avtobusimizda yo'lovchilarimiz joylashib olish arafasida. Yo'lovchilarimizni yaqinroqdan kuzatishingiz mumkin. Qaragandagi bilet narxlarimiz qancha bo'lyapti? Biz qandaqa arzon 570 ga oldik. Boryapmiz, mana spalni zo'r, Allohga shukr, sharoitlar zo'r, hammasi. Oldin ham avtobuslardan foydalanganmiz. Foydalangan lekin bunaqa arzon emas. Sharoitlar yaxshi. Ancha zo'r ekan. Muhim ishonchli ekan. Mana ishonchli. Boshqalarga ham tavsiya qilarmiz. Tavsiya qilaman. Rahmat, kattakon. Sizga oqibat tilaymiz. Qadrli yurtdoshlar, ko'rishingiz mumkin yo'lovchilarimiz. Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsizlar? Astanaga bilet narximiz qancha bo'lyapti, bemalol? 515 ming. Sizga bilet narxlarimiz qulay keldimi? Oldin ham avtobuslardan foydalanganmisiz? Nima deya olasiz sharoitlari haqida? Qancha ma'lumot bera olasizmi? Yaxshi. Mayli, sizga oq yo'l tilaymiz. Sizga ham xuddi shunday ishonchli bo'lgan biletlar kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki ekranda qoldirilgan ishonchli telefon raqamlariga bog'lanib, joyingizni biroq qo'ying.